Assalomu alaykum aziz obunachilar. Biz bugun taniqli davlat arbobi Sharof Rashidovning 107 yilligi munosabati bilan Sharof Rashidov nomidagi davlat muzeyiga tashrif buyurdik. Biz muzeyning ko'rgazmalar zalidamiz. Xo'sh, Sharof Rashidov kim bo'lgan? U qanday ishlarni amalga oshirgan? Bu haqda muzey mutaxassisidan ma'lumot olamiz. Assalomu alaykum. Biz Zardor axborot kutubxona markazidan tashrif buyurdik. Marhamat, o'zingizni tanishtiring va bizga muzey haqida ma'lumot bering. Avvalambor assalomu alaykum. Xush kelibsiz bizning Sharof Rashidov nomli yodgorlik muzeyimizga. Ushbu muzeyimiz 1992-yil 6-noyabrda Sharof Rashidovning 75 yoshlari munosabati bilan birinchi prezidentimiz Islom Azizovich Karimov tomonidan ochib berilgan. Sharof Rashidov 1992-yil 6-noyabrda Jizzax shahrining Eski Savongarlik mahallasida oddiy dehqon oilasida dunyoga kelgan. Sharof Rashidovning otalari Rashid bobo Halilov oddiy dehqon paxtakor bo'lganlar. Sharof Rashidovning onalari Qo'ysina Halilova uy bekalari bo'lganlar va farzandlar tarbiyasi bilan kuchli shug'ullanganlar. Dastlabki bilimni Narimonov nomidagi maktabda tahsil oladilar va maktabning ilk ko'rinishlari Sharof Rashidov sinfdoshlar davrasida tushgan fotosuratlar. Sharof Rashidov bo'sh vaqtlarida dutor chalib turganlar, shaxsiy dutorlari va Qur'on kitoblari oila a'zolari tomonidan muzeyimizga sovg'a sifatida berilgan. Ushbu bo'lim Sharof Rashidovning talabalik davrlari haqida hikoya qiladi. Sharof Rashidov 11 yillik ta'limni tugatgandan so'ng dastlabki bilimni Jizzax bilim yurtida o'qishga topshiradilar va xohlasdan kuchli yozuvchi bo'lganlar. Sharof Rashidovning bu yerda ko'rishimiz mumkin 5 tomlik saylanma asarlarida eng kichik va eng katta ma'qul suvenirlar 1980-yillarda Rossiyaning Sochi shahrida xokkey bo'yicha Olimpiada chempionati bo'lib o'tadi va Sharof Rashidov bu yerga mehmon sifatida tashrif buyuradi. Ushbu suvenirlar xokkeychilar tomonidan Sharof Rashidovga sovg'a sifatida berilgan. Sharof Rashidov va Sharof Rashidovning Husayni Rashidova. Sharof Rashidovning 4 qizlari va 1 o'g'il farzandlari bo'lgan. Sharof Rashidovning to'ng'ich farzandlari Sayyora Rashidova, keyingi qizlari Dilorom Rashidova, Munora Rashidova, Humay Rashidova va Ilhom Rashidova. Kenja qizlari va o'g'illari vafot etgan va ayollari bilan tushgan fotosuratlari, oila a'zolari bilan fotolavhalarini va nevaralari bilan tushgan fotosuratlarini ko'rishingiz mumkin. Bu timsoh ham sovg'ami? Qayerdan keltirilgan? Albatta, bu timsohimiz ham sovg'a Kuba davlatidan, Kuba prezidenti tomonidan Fidel Castro tomonidan sovg'a sifatida berilgan. Ushbu timsohimiz bu bolasi, ona va bola timsoh aslida bolasi hisoblanadi. Onasi uy muzeyida saqlanadi. Ajoyib. Sharof Rashidovni so'nggi yo'lda kuzatish marosimi. Sharof Rashidov 1983-yil 3-noyabrda yurak xurujidan vafot etadilar. Sharof Rashidovni so'nggi yo'lda kuzatish marosimi Toshkent oqshomi gazetasida chop etilgan maqolalarni ko'rish mumkin. 3 kun mobaynida vidolashuv marosimi bo'lib o'tdi. 2017-yilda hozirgi prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tomonidan Sharof Rashidovning 100 yil yoshlarini keng nishonlash maqsadida muzeyimizni qayta rekonstruksiya qilib, hozirgi ko'rdik. Aziz kitobxonlar, buyuk davlat arbobi Sharof Rashidov haqida qisqacha ma'lumotga ega bo'ldingiz. Buning uchun bizga yaqindan yordam bergan muzey mutaxassisiga o'z minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz.